Tushunmadim. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qancha bo'ldi? Necha soat bo'ldi? Yarim soatdan beri shu taqalataman. Men eshitmayman, uzr. Shunga ham jahlsiz chiqadimi? Va telefonga javob bersak bo'ladimi? Bolaga ovqat yedirayotgandim. Telefonim boshqa xonada edi. Va bolani bahona qilma menga. Uzr dadasi. Bolani bahona qilma menga. Baqirmang, bolani oldida qo'rqib qolishi mumkin. Iltimos, maylimi? Oyijon, nega otajonim sizga baqiradilar, menga ham baqiradilar? O'g'lim, ayrim erkaklar o'zi shunaqa. Ko'chadagilarga kuchi yetmasdan uyidagi ojizlardan kelib alamini oladi. Lekin sen unaqa bo'lmagan-ku. O'g'lim, nima chetga borib telefon? Nima narsa orqasiga? Ha, boy. Qilari chiqib qo'yib, bemalol mazza qilib yuribsiz-ku. Qachongacha yana bunaqa yurmoqchisiz? Mashinani urishga urdingiz. Ha, bu 3 kunga muhlat olgandingiz-ku. Yo nima? Qilib bermoqchi emasmisiz? Mana bu kuchingizga ishonyapsiz. Ha? Bugun kechgacha bor. Sizga Otajon, tinchlikmi? Nega sizlar bilan ko'rishyaptilar? Aralashma. Yosh bola narsa. Ko'rtasiz. Endi tushundim, oyijon. Yillar o'tib endi o'sib ulg'aydik. Kechir endi bizni, kechir onajon. Ba'zan qattiq gapirib diling ranjitdik. Ba'zan nohaq ishlar qilib qayg'uga soldik.